Leo Messi oltin to'p o'g'risi deydiganlar uchun. 2010-yilgi oltin to'pni Iniesta yoki Sneijder olish kerak. Messi noloyiq deganlar uchun. Iniestaning 2010-yildagi statistikasi va Sneijderning 2010-yildagi statistikasi. Mana endi hamma noloyiq degan Lionel Messining 2010-yildagi statistikasi. 2011-yildagi oltin to'p Xavi yoki Ronaldo olish kerak deganlar. Xavining 2011-yildagi statistikasi va Cristiano Ronaldoning 2011-yildagi statistikasi. Mana bu esa Lionel Messining 2011-yildagi statistikasi. 2021-yil yana o'sha gap, Lewandowskidan to'pni olib qo'yishdi deydi. Robert Lewandowskining 2021-yildagi statistikasi va Lionel Messining 2021-yildagi statistikasi. 2023-yilgi oltin to'p marosimi Holland olish kerak edi, Messi esa noloyiq deganlar. Hollandning 2023-yildagi statistikasi va o'sha doim noloyiq deyilgan Lionel Messining statistikasi. Messi qancha kubok yutsa ham u noloyiq deyishaveradi.